O'ylab beqinglarchu. Bir odamning 100 ta qo'yi bo'lib, uningdan biri adishib qolsa, u 99 qo'yni taqqa tashlab, yelqi adashgan qo'yni izdimamdi. Bilib qo'yinglarki, agar uni tepib olsa, u qo'y uchun bo'lgan xushallig'i adashmagan 99 uchun bo'lgan xushallig'idan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, arishdagi otanglarmi bu sabiylarning hech qaysisining ezib qilishini xohlamaydi. Agar qarindishing gunoh o'tkazib qo'ysa, uning yeniga berib, savalligini ko'rsatib be. Har qanday ish chiqinglarning orasida qolsin. Qarindishing so'zingni anglasa, uning bilan yarashib olgan bo'lasan. Lekin anglamasa, sening aytganlaringning guvohchisi bo'lish uchun yana 1-2 kishini elib, uning yeniga borgin. Hamma ishda 2-3 odam guvohchi bo'lsin. Agar qarindishing ularning so'ziga quloq solmasa, ahvolni e'tiqodchilar jamoatchiligiga uqtirib qo'y. Agar ularnikigimi quloq solmasa, uni butparast yoki insofsiz bojgir qatorida ko'y. Bilib qo'yinglarki, sizlarning yer yuzida yo'l qo'yguninglar erishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi. Sizlarning yer yuzida yo'l qo'yguninglar erishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ladi. Shuni yana bilib qo'yinglarki, yer yuzida oranglardan 2 kishi bir niyat, bir maqsadda bir narsani tilab duo qilsa, erishdiki otam ularning tiligini ijobat qiladi. Chunki 2 yoki 3 kishi mening nomim bilan qayerda jam bo'lsa, men shu yerda ularning orasida bo'laman. Bu chaqda Petrus Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Ey Rabbim, qarindishimning mening oldimda o'tkazgan qancha qitimli gunohini kechirishim kerak? 7 qitimmi?" dedi. Hazreti Ayso uningga, "Bilib qo'yginki, 7 qitim emas, 77 qitim." Demak, arishning podshohligi chakorlari bilan hisob kitob qilmoqchi bo'lgan bir podshohga o'xshaydi. Padişah hisob kitobning boshlig'ida uningga millionlagan kumush tanga qarzlar bo'lgan bir chaqar keltirilibdi. Chakarning to'lash iqtidori bo'lmaganlikdan padişah uningga o'zini, xotin bola joqisi va bor yo'qini setib, qarzini to'lashni buyuribdi. Chakar yerga tizilib turib, xo'jayini podshohga, "Menga kengchilik qilg'aylar. Bütün qarzimni cho'qim to'layman" deb yolg'iribdi. Xo'jayinning chakarg'i ichi og'rib, qarzini kechirim qilib, uni qo'yib beribdi. Lekin chakar u yerdan chiqib, o'ziga bir nechta tanga qarzlar bo'lgan yana bir chakarni uchirtibdi. Uni tutib elib, bo'ynini siqib turib, "Qarzingni to'la" debdi. Bu chakarmi yerga tizilib turib, "Menga kengchilik qil. Qarzimni cho'qim to'layman" deb yolg'iribdi. Lekin boshdagi chakar buni rad qildi va uni zindonga tashiltib, "Bütün qarzini to'lamaguncha zindonda yotsan" debdi. Bu ahvolni uqib, ichi intayin og'irgan boshqa chakarlar xo'jayinning oldiga berib, ahvolni boshdan oxir xabar qildi. Buning bilan xo'jayin chakarni chaqirtib, "Ey yomon chakar, menga yolvug'uning uchun shuncha ko'p qarzingni kechirdim. Men sana ish og'ritganimdek, senmi chakar birodaringga ish og'ritishing kerak edi-ku" debdi. Buning bilan g'azablangan xo'jayin uni butun qarzini to'laguncha zindonda yotqizish uchun vahshiy guntbaylarga topshirib beribdi. Shuningga o'xshash, agar hammanglar qarindoshlaringlarni dilinglardan kechirmasanglar, arishdagi otammi sizlarni kechirmaydi.